Yine Berna mı? To'xtan. O Berna. Chiqsang yaxshimisan? Nera boryapsan? Bakışke. Obodonlashni ishlayapmisan? Ish yaxshimi? Bo'ladi. Qiyin emasmi? Yo'q. Endi dam olsang bo'ladi-ku. Necha yana baklashga cho'plab qo'yapsan. Bir saytı bo'ladi. Bu Berna ko'pchilik bilsangizlar kerak. Ya baklashga cho'plab beradi, ko'chada ish qilib halol mehnat. Buni ham boshqa qizlarga o'xshatib turib, o'zina qarab berishi haqqi bor. Bugun hamma narsaga qo'y, ishingga ham qo'y. Bugun men seni bir yere olib boraman, birga o'zing uchun yasha. O'zingga qarab, chiroyli bo'lib turib, rozimisan shunga? Roziman. Esa do'stlar, hozir Bernani bizlar boshqacha qiyofaga olib kelamiz. Videomiz oxirigacha ko'ringlar. Hozir men Bernani bu yerda ikkinchi etajda Bahor kosmetolog degan o'zi ishini professional ustoz va o'zi ham doktor ayol kishini ko'pchilik biladi. Men seni olib keldim, hozir bu qiyofani o'zgartiramiz. Bu yerni o'zing ham eslab qol, mabodo ertangi bir kun kelsang ham, yana bunday 19 mashinalarini yonimda turibdi. Hozir chiqamiz shu yerga. Ana gir. Assalomu alaykum, Bahor aka, yaxshimisiz? Hormonlar charchamasdan. Berna donisiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali kanallarda ko'p ko'rgansiz. Postoyanni shu ko'ratan bo'lsangiz, men ham o'zim postoyanni ko'rsam ya boqlashga cho'plab beradi, ya ko'cha sirib beradi. Endi hamma ayolni chiroyli bo'lish haqqi bor, o'zi chiroyli qiz. Lekin buni bugun o'zgartirishimiz kerak. Hamma ayol qizlarimiz o'zi aslında go'zal bo'ladi, lekin o'zine qaramagan ayol bo'ladi. Shuning uchun hozir Bernani ham qo'shirayotib, qo'ldan kelgancha harakat etamiz. Eng birinchi yuzlari qurib ketgan, yaxshilab yuvib olib, maskalar qilib beramiz, namlantiruvchi, oqartiruvchi maskalarni ishlab beramiz. Bu yerda kosmetologiyada har xil yuzni uxotlari giradi. Masalan, ajinlarni yo'qotish, dog'larni yo'qotish, ugrilar, inyeksiyalar bilan ishlaymiz. Bizda hozir blefroplastika, ya'ni qovoq olish ham bor. O'zim meditsinskiy ishlaganim uchun shunday ishlarni ham qilib beraman. Oqartirish var. Hazreti atasana bugun. Hurmatli obunachilar, Bahor kosmetolog, endi baribir nomerini so'raysizlar, shuning uchun men sizlarga обязательно sizni telefon nomeringizni qo'yib qo'yaman videoga. Oqartiruvchi, ko'pikli moslama bu. Hozir chiska qilib beramiz birinchi o'rinda, yuzlarini tozalab. Har bir narsa tozalashdan boshlanadi. Endi nima yangiliklar bor bu yerda? Bizda yangiliklar hozir, ayniqsa roza oldi skidkalari qilganmiz 17-fevralgacha. Rozada ko'pchilik ayol qizlarimiz og'zi yopiq bo'lganliklari uchun muolajalarimizga kelib bilmaydilar. Shuning uchun rozani oldindan qilishga qaror etdik. 30% skidkamiz, hamma proseduramizga 30% skidka qo'yganmiz. Bemalol kelishlaringiz mumkin. O'sha bugundan boshlab skidkalarimiz davom etib turibdi. Faqat 17-sinacha? 17-sinacha boradi. Endi buni hozir pora qo'yib tursiz, Zahrang? Ha, parda bu. Parda qon aylanishini yaxshilab olamiz yuzdagi. Qara bosgan. Anasiga qatirib qo'yamiz. O'zi olmadik-ku, men onda netirlar u. Bermafiyaga o'xshatimi? Qolib bo'ldi endi bu. Qo'rqma yaxshimi? Yechatmaydi bu, chiroyli bo'lib. Salom. Gel hazır. O'ting o'tirib turing 5 minut. Bize oyada Bernani yasab attılar. Bize Roşnan bilan beri o'tiribmiz yana. Kutib. Hozir Bernani tayyor bo'lgandan keyingi holatini ko'ramiz. Demak, obunachilar, endi sizlar kutgan vaqt ham keldi. Menimcha videomizni oxirlab ham qoldi kerak menimcha. Endi 3 kecha sanaman. 1 2 3 ko'rsatamiz. Bernani o'zingga yoqdimi yuzi? Zo'r. Rahmat, katta rahmat. Bahor aka. Chiroyli bo'l. Yana qo'shimcha sovg'alar bilan bu sana Berna. Yaxshi kunlaringga ishlat.
O Berna gelayotir yine. Berna açılıp ketipmi sen? Berna Bahar Kosmetolog diye yandan çıktı. Bir yerini biladigan bo'lsangizlar. Yana bu yerda ikkinchi etajda Bahar Kosmetolog. 19 mashinalar tutdi yine. Obunachilar. Odaklasniki kafe. Ikkinchi etaji.